Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan paxtadek yumshoq chiqadigan va juda ham mazali bo'lgan bananli pirog tayyorlaymiz. Agar uyda eskirib qolgan bananlar bo'lsa, tashlab yubormasdan aynan shu retsept bilan tayyorlasangiz, juda ham foydali va mazali pirog bo'ladi. Ishimizni boshlaymiz. O'rtacha kattalikdagi 2 dona bananni vilka yordamida maydalab bo'tqa holatiga keltirib olamiz. Bananni tayyorlab bo'lganimizdan keyin chetga qo'yib turamiz va pirogimiz xamirini tayyorlashni boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 3 dona tuxum, choy qoshiq uchida ozgina tuz, 1 choy qoshiqda vanilin shakari va 150 gram shakar solamiz. Mikser yordamida hammasini yaxshilab ko'pirtirib olamiz, oppoq quyuq massa bo'lgunigacha. Tuxumli massamiz ko'pirib chiqdi. Endi buni ustiga un bilan qavartmani elakdan o'tkazib qo'shamiz. 200 gram un ishlatdim. 10 gram qavartma, ya'ni pishiriq kukuni. Mahsulotlarimizni turiga qarab unni grammi o'zgarishi mumkin. Biroz kamroq yoki ko'proq ketishi mumkin. Yengil-yengil aralashtiramiz. Tayyor massamizni ustiga 100 gram eritilgan sariyog' va 100 gram xona haroratida turgan kefir qo'shamiz. Yana yengil aralashtiramiz. Xamirimiz cho'kib qolmasin, ehtiyotkorlik bilan yengil-yengil aralashtirishimiz kerak. Endi boyagi tayyorlab qo'yilgan bananli bo'tqani qo'shamiz. Banan biroz qorayadi turgandan keyin. Yana aralashtiramiz. Va xamirimizni quyuq suyuqligiga qarab yana un qo'shamiz. Unni qolgan yarmidan yana ozroq qo'shdim. Hammasi bo'lib 200 gram un ketdi. Xamir juda ham quyuq yoki juda ham suyuq bo'lmasligi kerak. Mana ekranda ko'rib turganingizdek xamir bo'ladi. Bu arada duxovkamizni ham tepa pastini yoqib qizitib qo'yishimiz kerak. Qolipimizga xamirni hammasini quyib olamiz va ustilarini tekislaymiz. Qizib turgan duxovkada 170 gradusda taxminan 35-40 minut davomida pishirishga qoldiramiz. Pirogimiz pishib chiqdi, tayyor, ichlari to'liq pishgan. Bemalol dasturxonga tortsa bo'ladi, lekin men ustiga tayyor karameldan qo'yib surib chiqdim. Va yana 5 daqiqa davomida o'sha gradusda duxovkaga qo'yib oldim. Bu usuli juda ham mazali chiqadi, yana ham ko'proq maza beradi. Karamel bilan bananning ta'mi juda ham bir-biriga mos keladi. 5 daqiqadan keyin olamiz. Va endi bemalol kesib dasturxonga tortsak bo'ladi. Kesilganda ham ko'rib turibsiz qanchalik yumshoqligini. Juda ham mazali, bolalar birpasda yeb qo'yadigan pirog bo'ladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring, tavsiya qilaman. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.